Sergeli sokin makon joylar kompleksida kadastri chiqqan 2 xona 58 kvadratli tayyor kirib yashaydigan uyimizda arzon narxda kanalida 52.500 dollarga obzor qilib beramiz. Mana shu baquvvat qurilgan 16 etajkaning 10 va 11 etajlarida bor. Mana liftlarni ko'rishlaringiz mumkin. Ikkita baquvvat lifti bor. Liftdan chiqqanimizda mana chap qo'lda xonadonlarimiz. To'g'rida kirganimiz o'ng qo'lda kattakon zal, to'g'rida ota-onalar yotoqxonasi, sanuzel va oshxonadan iborat. Bu birinchi ota-onalar yotoqxonasi. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Yonida dom yo'q, endi sal uzoqroqda hovli ko'rinadi. Bu tarafda kirganimiz o'ng qo'lda kattakon zali. Zalni ko'rishlaringiz mumkin. Mana tepada konditsioner uchun joylarimni tashlab ketgan rozetkaga. Rozetkalar pastda qoldirilgan, pastda 4 ta, mana televizor Wi-Fi ga bitta va tepada rozetkaga uchun bitta. Konditsioner uchun. Bu yerda mana sanuzellar alohida qilib olsalaringiz bo'ladi bemalol, faqat qo'shimcha rasxod evaziga hozircha birgalikda bo'lib turibdi. Bu yerda kuxnyasi, ya'ni oshxonasi, to'g'ri kotyol, gaz plitalar hammasi vechkalar yangi o'rnatib qo'yilgan. Bu yerda balkoni taxminan 1.20 ga 3 metrli balkoni bor. Mana chiqqanimizda chap qo'ldagi kattakon dala. Hali kelajakda nima quriladi bilmaymiz, lekin mana hovlisi katta. Bu yerga taxminan bir 2-2,5 millionga 3 ta romga, derazalarga reshitka qilib tirsalaringiz bo'ladi. O'zlariga o'rnatib berishib ketishadi. Bemalol oshxonada choy ichib o'tirsalaringiz bo'ladi. Kvadratda 58 kvadratdan sal yuqori chiqadi. Biz 58 deb reklama qilyapmiz. 10 va 11 etajlarda bor 2 dona. Narxi 52.500 dollarga obzor qildik. Pastdan nomerga chiqib ko'rasizlar. 52.500 dollar. Hovlida mana mashina qo'yish uchun joylar bemalol, zeleniy zonalari bor. Детский plashadka, ya'ni bolalar maydonchasi bor, mana besitkalar bor. Kim birinchi kelsa o'sha qo'yadi. Seniki meniki deydigan joyi yo'q yoki blok qo'yib oladigan bir ruxsat berishmaydi. Faqat naqdga sotiladi. Uy haqidagi fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring, pastdan nomerga aloqa chiqing. Faqat naqdga sotiladi.